Samaradorlikning 21 yo'li. Nega bu kitobni o'qish kerak? Hozir gaplashamiz. Prokrastinatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni siz qilishingiz shart bo'lgan ishni, yumushni orqaga surib yurasiz. Bu xoh bo'lsin o'zingizni hayotingizda, oilangizdagi yoki ishxonangizdagi. Ahamiyatsiz. Ikkala vaziyatda ham bu narsa bir kunmas bir kun muammoga olib keladi. Kitobdan nimalarni o'rgandim? Birinchi navbatda kunni rejali qilib olishni. Bu taxminan 10-15 daqiqa vaqtimni oladi, lekin kun davomidagi pala-partish o'tadigan 2-3 soat vaqtimni ham tejab beradi. O'sha yuqorida aytganimdek erinchoqlik bilan orqaga surib yurgan, qilaman deb kechiktirayotgan ishlarimni baribir men qilishim kerakligini kuchli, dangal argumentlar bilan tushuntirib berdi. Bularni o'zim ham bilardim, lekin baribir amal qilmaganman. Undan tashqari telefon va ijtimoiy tarmoqlarimga ham o'zim xo'jayin bo'lishni o'rgatdim. Men media sohasidaman va ommaviy axborot vositalaridagi yangiliklarni o'tkazib yubormasligim kerak. Men doim ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishga majburman kabi illyuziya fikrlarimni ham shunchaki barbod qildi. Ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechgan taqdirimda ham hayotim umuman men tasavvur qilganimchalik o'zgarib yomon ahvolga kelib qolmadi. Gaplarim baribir umumiy chiqayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun atigi 90 bet bo'lgan mana shu kitobni siz ham 1 yoki 2 soat vaqt ajratib o'qib ko'ring va keyin izohlarda fikringizni aytasiz.